Assalomu alaykum. Do'stlar, bugun sizlar bilan JavaScript o'zgaruvchi va o'zgarmas haqida gaplashamiz. Avvalambor, o'zgaruvchi bu nima? O'zgaruvchi, masalan, bitta quti deb olaylik. Quti. Quti deb olsak, quti. O'zgaruvchi mana shu quti deb olsak, uni ichiga, qutini ichiga birorta narsa solamiz. Nima solamiz? Qutini ichiga nima solish mumkin? Olma masalan. Qutini ichiga olma soldik. Yana o'sha o'zgaruvchi degan nomli o'zgaruvchini ichiga olmani solib qo'yapmiz va keyin nechta olma borligini aytyapmiz. Masalan, 3 ta olma bor. 3 ta olma. Endi shuni dasturlash tilida oladigan bo'lsak, o'zgaruvchi let kalit so'zi yordamida yaratiladi va unga mana olma deb nimaligini aytdik-ku, olma deb nom qo'ydik. Bu yoqqa ham ketdan nom qo'yamiz. Masalan nima? Let ism. Keyin uni qiymatlaymiz. Nechta olma bor? Ism nima ismimiz? Hozir ism juda ham murakkab bo'lib ketdi. Olma teng mana shunday. Mana shunday bo'ladi. Bu o'zimizning sodda tilda, masalan quti, uni ichiga olma 3 ta. Dasturlash tilida esa qutidagi olmadan 3 tadir. Buni hop biz o'zgaruvchi deb oldik. O'zgaruvchi o'z nomi bilan o'zgaruvchi. Masalan, bu yerda olmalarning soni nechta? 3 ta. Olmalarni nechta qilsak bo'ladi? Masalan, qutida 3 ta olma bor. Quti uni ichida 3 ta olma bor. Keyin masalan uni o'zgartirmoqchi bo'lsak-chi. Masalan, bitta olmani olib qo'ydik. 2 ta olma qolgan bo'lsa-chi. Xo'p. Bunday ham bo'lishi mumkin va shuni dasturlash tilida yozaman hozir. Endi mana shu qiymat bor-ku, qiymat. Mana shu qiymatni o'zgartirib yuboramiz. Let mana shu olmalar sonini olma nomi bilan olma teng masalan 5 ta olma bo'lib qoldi. Masalan. Mana shu narsa o'zgaruvchi deyiladi. Ya'ni o'sha o'zgaruvchi kalit so'zini qo'yamiz. Keyin unga nimaligi nomini beramiz. Unga qiymat qilib birorta narsani beramiz. Va uni o'zgartirsak ham bo'ladi qiymatini. Endi o'zgarmas. Shuning chapachasi. Xo'p, demak, o'zgarmasda ham olma misolida tushunsak bo'ladi. Masalan, buni ham quti deb tushunsak bo'ladi. Quti. Uni ichida olma. Uni ichida nechta olma bor qutining ichida? Masalan, 2 ta deylik. 2 ta olma bor qutining ichida. Endi xuddi mana u o'zgaruvchiga o'xshab, biz ham masalan olmaning sonini o'zgartirmoqchimiz, qo'shmoqchimiz. Masalan, o'sha o'zgarmas teng o'zgarmas ichiga olma. O'zgarlar xatolik bo'lib ketibdi. O'zgarmas ichiga olma va uni ham ichiga masalan 3 qo'yaylik. Hozir o'zgarmasda bo'lyapti. O'zgaruvchida emas, o'zgarmas. Yerga yozib qo'yaylik. Pamitga olamiz. O'zgarmasda bo'lyapti. Demak, bu yerda bu noto'g'ri narsa. Mana u qutida ichida 2 ta olma bo'lsa, uni 3 ta qilib bemalol o'zgaruvchiga qilsak bo'lardi, lekin o'zgarmasga qilib bo'lmaydi. Endi o'zgaruvchini o'zgarmasda yaratishni ko'rsataman. U const kalit so'zi yordamida yaratiladi. Unga ham xuddi o'zgaruvchidek nom beriladi. Nima? Keyin unga ham o'zgaruvchiga qiymat 3. Endi mana shuni nima qilsak bo'ladi? Olma teng 4. Mana bu narsa
Bu xato narsa bu. Bu o'zgarmasdan o'zgaruvchini farqli jihati ham mana shundadir. O'zgarmasga bemalol uning qiymatini o'zgartirsa bo'ladi. O'zgarmasga o'zgartirib bo'lmaydi. Menimcha bugunga yetarli. Videoni tagiga topshiriqlar qoldiraman.